Bugun biz sizlar bilan fizioterapiya apparatlari haqida gaplashamiz. Fizioterapiya apparatlari sun'iy va tabiiy yo'llar bilan tanaga ultra to'lqinli tovush orqali ta'sir o'tkazgan holda turli xil kasalliklarni yo'qotish uchun foydalanamiz. Magnitoterapiya magnit maydoni orqali tanadagi og'riqni yo'qotish, shishlarni kamaytirish va nervlarga chuqur ta'sir yetkazish yordamida kasalliklarni davolanadi. Zinda tokli tapichka odam tanasidagi eng ko'p kapillyar qon tomirlari va mayda nerv tomirlari oyog'imiz tagida joylashgan bo'lib, unda qon aylanishini yaxshilab beradi. Bel va bo'yin tortish apparati bunda osteoxondroz, nerv qisilishi, protuziya kasalliklarida foydalanamiz. Luminoterapiya bu terapiya orqali qon aylanishi yaxshilanadi, shamollashlar yo'qotiladi va tanaga 40 xil foydali nurlar orqali kuchli ta'sir o'tkazgan holda moddalar almashinuvi yaxshilanadi. Agar sizda fizioterapiya muolajalari kerak bo'lsa, Novomedics klinikamizda kutib qolamiz.